Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Mana biz Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Farg'ona hududida Xitoy urug'ining 41 navini ekkanmiz. Shinjul usulida mineral o'g'itlar vaqtida berilyapti. Ikkinchi dorisini beryapmiz. Mana birinchi suvini berib, ikkinchisini beryapmiz. Mana paxtalarimiz yaxshi, ko'z tegmasin, shanalab, gullab, ko'sakka o'tirgan. Barcha agrotexnik ishlari vaqtida bajarildi. Paxtamiz yaxshi, ko'z tegmasin. Xudo xolasa bir 100 sentner olish niyat bor. Alloh nasib qilsa paxtalarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Alloh baraka bersin.